Bak 200 ming to'lasiz. Kuniga necha kilodan qatnayapsiz? Birodar. Ellikqal'a tumani Aqchako'l ofida joylashgan Xudoyberga Ernazarov fermer xo'jaligini raisiman. Umumiy maydonimiz 60 gektar. Shu 60 gektarimizni 31 gektari paxta, 15 gektari g'alla, 5 gektari poliz. Shu bu yilgi rejamizni 42-45 sentnerdan olayotimiz hozir birinchi terimda. Xudo xolasa yana ikkinchi terimda 55 sentner, 60 sentner rejamiz bor. Topshirish rejamiz bor paxtani. Bu darajaga yetishi shu biyogomuz verdik, saçdık da yine 500 kilodan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan subsidiya ajratildi. Shu ajratilgan subsidiyaga biyogomuz olib, biyogomuzni natijasi bo'lib turibdi-da bu. Har bir gektarga qanchadan subsidiya ajratildi biyogomuz? 1 milliondan ajratildi. Biyogomuz 15 tonna biyogomuz sochildi. 500 kilodan. 1 milliondan ajratilgan subsidiyaga shu biyogomuz olib sochdik. Shu biyogomuzning natijasi bo'lib turibdi-da bu. Davlatimiz rahbariga rahmat, shunchalik e'tibor etib shu bizani qo'llab-quvvatlab turganiga rahmat. Yillik rejamizni bugungi kunda bajaryapmiz yana 42-45 sentnerdan.